Ikkilanib qoladi-yu musulmon, bir narsani uni qilaymi, buni qilaymi deb ikkilangan paytda istixora namozi o'qiydi. Istixoraning ma'nosi Parvardigoriga janozasiga turib peshonasini yerga qo'yib sajdani qilib kechasi Allohdan so'raydi. Parvardigor, mana shu men qilmayotgan ish foyda zararligini bilmayman. Foyda bo'lsa, bu ishni menga bergin. Agar zarar bo'lsa, bu ishni meni bu ishdan uzoq qilgin deydi. Yaxshi banda agar nafsi unga boshqa holatga o'tishni taklif qilsa, talab qilsa, u yaxshi odam o'zi uchun foyda va zararni bilmaydigan odamdaqa Robbisiga istixora qiladi-da, Robbisidan yo'l ko'rsatishni so'raydi. Ya'ni Parvardigor, sen men uchun tanlab ber deydi. Tanlash ixtiyorini kimga topshiryapti? Biz shunaqamizmi, o'zimiz bilamizmi bizga nima kerakligini? Biz hammamiz o'zimiz bilamiz. Avval mana bo'lsa, keyin bunday qilaman. Keyin buni qilib bo'lgandan keyin bunday qilaman, shunda bunday bo'ladi, yana bunday bo'ladi. Musibatimiz shu bizni, bilib qo'ylar akalar. Biz o'zimizga nima kerakligini bilamiz. Shu bilimdonligimiz bizning musibatimiz.